Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Yakshanba kuninglar xayrli bo'lsin. E, Ba'zi do'stlarimizga bergan va'dam bo'yicha tunugun kechda soat 11da ishdan qaytib kelib, shuning bilan bugun inshaalloh sizlar bilan yuzlashib o'tiribmiz. Sizlar bilan paranglashib o'tiribmiz. Rostindagi vaqtingizda xo'shallik qarindoshlar. 2 hafta, 3 hafta to'xtamay o'tirib ishlagandan keyin odam kuniga 5-6 soatdan uxlagandan keyin bir qenib bir uxlab olsam deydigan orzu bo'ldi ekanda. Tunugun kechdi kelib bu 12 bilan o'tirib shundoq bir dahshat uxlabdimanki, aytib qo'yay, xuddi bir bo'g'volga o'xshash. Nervam shundoq yaxshi desam bo'ldi, xudoga shukr, shundoq yaxshi. Yaxshi uxladim. Qarindoshlar, endi deganimizdek, söhbetimizdeki asosli temisi yana do'stlarimizdan kelgan biz bu siyosiy masalalarni, millatimizning ishlarini, Amerikaniki Uyg'urlarga tutayotgan siyosati, Yevropaning Uyg'urlarga tutayotgan siyosati, Turkiya va musulmon dunyosiniki Uyg'urlarga tutayotgan bu siyosatlarni biz doim o'rganib kelayotgandan keyin bu to'g'riliq endi do'stlarimizdan, aqlli, zeren, chechan do'stlarimizdan savollar keldi. Bu savollarga men kuchimning yetishicha ishda oldirash bo'lsin, ancha-muncha tayyorlik qildim. Bu tayyorligimni ko'pchilik bilan bugun pek uzun bo'lmagan ahvolda bir o'rtoqlashman deb o'ylayman. Turkiyadagi bir do'stimizningki qo'ygan savoli mundaq qarindoshlar. Bir 3-4 tak savolni tayyorlabdi. Buningda birinchi qo'ygan savoli, masalan, Uyg'ur xalqimiz Bayden strategiyasidan andish qilib turyotidi deydi. Xitoyga yumshab qolamdi deb demoqchi. 4-yanvardagi Bayden bayonotida biz Amerikaning manfaati uchun Beijing bilan hamkorlashishga tayyormiz degan so'zlar bor ekan. Sizningcha Uyg'ur masalasida Bayden siyosati yumshab qoladigandekmi deb savol qo'yibdi. Men birinchisini shundoq o'tay dedim. Yuqorida o'tgangi suhbatlarimizda deyildik, haqiqatan millatimiz o'zininki milliy manfaatiga Uyg'ur millatiniki shundoq bir yo'qolib ketish girdobga duch kelayotgan shundoq bir mezgilda Amerikadagi bir davlatdan kuchlik ovoz chiqarib, bugungi Uyg'ur davosini 70 yildan birisi ko'milib qolgan Uyg'ur davosini hozirgidek butun dunyo biladigan, butun dunyo Uyg'urni qutqizish uchun harakatga o'tish uchun chora tadbir izlayotgan holatiga kelgan Amerika endi. Shundoq bo'lgandan keyin millatimiz bu haqda izlangachga, o'rgangachga har turli o'zining andishlarini o'tirib qo'ydi deb o'ylayman. Bu tabiiy ahvol. Hatto men shundoq bo'lgan desam bo'ladi. Men shu sababdan biroz izlandim, o'rgandim. Men sizlarga o'xshash. Men so'zimning oxirida bunga javob berishdan burun yana takrorlayman qarindoshlar. Men hayotimning oxirigacha bir o'rganguvchi. Hayotimning oxirigacha o'rganguvchi sifatimda qolaman. Masalan, men ilgirki 1-yanvardagi masalan yangi yillik sovg'at har turli so'zlarni qilgan vaqtida ba'zi bilimlik hamda ustozlarimizning masalan boshqalar orqali so'z qoldirib o'tirib sizningki bunday palapatish taqotiqi gaplarni o'tirtirib eng yaxshisi demagan bo'lsangiz degandek gaplarni men angladim. Men boshdan oxir devatim bir o'rganguvchi, men odatdagi bir o'rganguvchi odam. Agar xohlamasangiz, mening so'zlarimni xohlamasangiz, anglamasangiz bo'ladi. Agar anglagan bo'lsangiz, buniga yetarlik paketni o'tirib qo'yib, undaq bo'lsa, mayr xato, mayr to'g'ri deb o'tirib, tushundisingiz bo'ladi. Tushundingiz. Men har narsani bir teoriya, formula sifatida o'tirib qo'ymadim. O'zimning tushunchalarini millatim bilan o'rtoqlashdim, o'rganish qildim, o'rgatish qilishdik. Shunga paketlik narsalarni shundoq bilimli ustozlarimiz bo'lsa, masalan gaplarni qusiriz deganlar bo'lsa, buni paketla o'tirib qo'ying, ammo yetarki siz bundoq so'zlamang, gap qilmang degan gaplarni eng yaxshisi deyishingizni men yaxshi ko'rmayman. Shu sizlar shundoq bilimlik bo'lish jarayonining o'zida ba'zida to'g'ri so'zlab, ba'zida xato so'zlab o'tirib, shunchalik bilimli holatga yetgan. Bizmi bu yo'limizni o'rganguchi. Men boshdan oxir so'zimni davomlashtirib keldim. Men bir o'rganguchi. Endi
Bu savolga o'tsak, Uyg'ur xalqi Bayden strategiyasidan andish qilib turyotidi. Asosli tema shu ekan. Beijing bilan hamkorlashishga tayyormiz degan so'zlarni angladik 4 yanvarda. Sizni o'zgarib qolam deb. 4 yanvarda masalan bu gaplarni degani men angladim. Her bir devletin bir stratejisi buldu, her türlü siyasi sahnede kullanılan söz buldu, emli stratejiya cihat kullanılan işler buldu. Hem bu yerde özgürüp kalamdı diye kelgan çağının özde qarindaşlar men özgermeydi dep o'ylayman di. Bu yerda asosli qo'yilgan gap qaysi degan chaqda Amerikaning emas, bu yerda Baydenning so'ralgan savolning o'zi Baydenning strategiyasiga qaratyotidi. Qo'ygan qarindoshlarimiz degini Amerikaning emas, bu yerda Baydenning strategiyasida degan savol baka. Shuning uchun men bu nuqtani tushuntirish uchun tushuntirishga tirishiman. Endi bu yerda qo'yilgan savol Bayden deyilgan ekan, Bayden Amerikaningki bu qatimliq prezidenti. Атақ болған екен Байден хакимiyet to'g'riliq qo'yilgan savol deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qarindoshim. Salom bergan qarindoshlarga va alaykum assalom. Menda salom. Bayden hokimiyatining strategiyasida Uyg'ur masalasiga o'zgarish bo'lamdi debdi. Men buni o'zgarish bo'lmaydi deb qarayman. Buni endi qarindoshlarimizga biroz to'g'ri tushuntirish uchun mesela Biden'ninki Uyg'ur masalasida strategiyasida o'zgarish bo'lmaydi deganini tushunish uchun qarindoshlar oson bo'lish uchun masalan ayni vaqtdagi Trump hokimiyatining strategiyasi qandaqdi boshlanishda buni men ko'pchilikka biroz yo'rtib beray dedim. Shundoq bo'lgan chog'da biroz tushunishga oson bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Bidenning taxtga chiqilimi texi bir oy bo'lmadi. Mushundaq ahvol ostida buni tushuntirish biroz qo'laysiz bo'lganlikdan ayni vaqtida Trump hokimiyatidagi davrdagi siyosiy vaziyat o'zgarishni men ko'pchilikka biroz tunishtirsam, shu orqali tushunish biroz oson bo'ldi degan nuqtada endi. Endi yana birisi qarindoshlarimizninki mushundaq andisha kelishi to'g'ri. Sebebi nima degan chaqning o'zida biz Amerikaning siyosatini yaqindan bir o'rganib kelayotgandan keyin bu yerda nima bo'ldi degan vaqtning o'zida masalan Trump bilan Bayden o'rtasidagi saylov mazgillaridagi har turli ishlar, Uyg'urlar ishlab chiqqan, taqatgan videolar, Turkiyaning ishlab taqatgan videolar, ikkisining o'rtasida Xitoylar ishlab taqatgan videolar, har turli narsa bizning beshimizni rostiga chiqib bekchiq chevatdi. Shu sababdan millatimiz bu andish qildi. Yana birisi millatimizning bu yerda andish qilgan bir nuqtasi qaysi degan vaqtimizda Amerikadek bir demokratik Amerika, Yevropadek bir demokratik davlatni mening tushunishimcha demokratik davlatni faqat prezidentlar boshqardi degan nuqtaga kelib qolgan deb o'ylayman. Qarindoshlar, meningki tushuncham shu, biz davomli o'rganamiz bu vaqtda Amerika, Yevropadek bir davlatni nuqulada bir prezident boshqarmaydi. U davlatning bir sistem boshqaradi qarindoshlar. Masalan, ayni vaqtning o'zida Trump apandim Amerikani men boshqaryapman dedi. Moyat undaq emas qarindoshlar. U davlatni bu g'arb dunyosida sistemlashgan bir sistem bor. Moyatda u sistem boshqaradi u davlatni. Masalan, Belgiya, mening bilishimcha, Belgiya degan davlatning o'zida hozir qadar men cho'qinchada prezident yo'q. Parlament orqali ash davlatni yurishtirib kelyotidi. Endi masalan Bayden apandimi men Amerikani boshqarmayman, men Amerikaning prezidenti deydi, to'g'ri xalq saylagandan keyin. Ammo mohiyatni aytgan vaqtimizda u davlatni shu davlatning mavjud sistemasi boshqardi. Navada Amerika prezidenti bo'lsin, shu Yevropa davlatlaridagi prezidentlar u masalan Turkiyaga o'xshash yerim demokratik Arab davlatlarga o'xshash, Xitoylarga o'xshash o diktator davlatlarda u faqat prezident boshqardi. Ammo bu davlatning o'zida sistem boshqargandan keyin bu prezident shu mavjud davlatning milliy manfaatiga ziyonli ishlarni yapgan vaqtingizda tabiiy asosda shollandi. Endi xulosa gap men yuqorida degandek qarindoshlar endi bu Baydenga advokatlik qilish deb turib tushunaylik. Shunda degan vaqtimizda biroz bizning tilimiz bo'yicha aytgancha chiroyliroq tushunish bo'ladi deb o'ylayman. Men Baydenganinki siyosatni o'zgarmaydi deb o'tirib advokatlik qilishdan burun masalan Trump davridagi ishlar qanday deb buni tushuntirishman dedim. Men buni tushuntirishga tirishayman. Xabaringlarda bor, Trump hokimiyati 2016-yili taxtga chiqqan vaqtida qarindoshlar. O'ylab beqinglar, dunyoning vaziyati ayni vaqtda dunyo vaziyati qanday? Uyg'urlarning umumiy ahvoli qanday? 2016-yili Trump efendim taxtga chiqqan vaqtning o'zida masalan 2001-yili boshlangan terrorizm qarshi jang Afg'onistondan tak Oq dengizga kelgan vaqti.
O'ttir Sharqqa. Suriya urushi eng vahshiylik nuqtasiga chiqqan. Daesh dunyoning yerda hammasida bosh kesayotgan. Yevropada, Amerikada, masalan, Fransiyada bo'lsa, har yerda bomba portlayotgan. Musulmon dunyosiga Hristiyanlar bo'lsin, har turli shunda bir qo'rqish andishning ichida, ba'zilar g'azabning ichida qarayotgan vaqtlarda. Masalan, men Nuruklar bilan xabaringlarda bor, yillardan bir ular bilan birga ishlab keldim. Bir yerda bir qator bomba partiyasi Yevropada Nuruklar kelib o'tirib, musulmon degan mushundaqmi? Deb o'tirib bizga sat qaraydigan ishlar bati bu rost. Mushundaq mezgilda Trump efendim taxtga chiqdi 2016-yili. Trump efendimning qarindoshlar ayni vaqtning o'zida musulmon dunyosidagi mushlar tufaylidan musulmonlarga qarshi vahshiy so'zlagan so'zlar bor qarindoshlar. Bu yerda men Trump efendimning ishini xato demoqchi emas, men siyosiy vaziyatni tushuntiryapman. Masalan, Trump efendimning Meksika chegara soqqan ishlari bor. Bundaq bo'lgandan keyin men mushu Amerikaninki mushundaq siyosiy vaziyat Amerikadan bir foydali bizga nuqta kelib qolarmi? Bo'lib mening andish qilgan nuqtam dunyo mushundaq xristianlar bilan moyat o'tirib, musulmonlar mushundaq so'qish qildigan, musulmonlar shu terrorist nuqtasida bo'laversa, mening millatim mushuning qatorida o'tirib, Xitoy o'tirib qirilib ketami degan nuqtada men eng qattiq izlandim. Mushu nuqtani. Diqqat nuqtam mushu terrorizm urushi qachon oxirlashadi? Qandaq bo'ldi? Mushu terrorizm urushi bizning millatimizning taltiks o'tirib qirilib ketishiga sababchi bo'lam degan nuqtada ancha izinib Amerika siyosatini o'rganib keldim, qiziqib keldim desam bo'ladi. Men 2016-yilda Trump efendimning shundaq ishlari bor, so'zlaydigan ishlari bor, buni deyishdiki maqsad boshqa, buni deb berma. Endin bu yerda men bir xabar o'qidim 2016-yili. Suriyadagi ishki urush 2018-yil oxirlashidi degan xabarni o'qigandan keyin men o'tirib hayajonlandim rastin degan vaqtda. Andaqda Suriyadagi urush oxirlashgan bo'lsa, demak bu terrorizm qarshi urush oxirlashdigandek qildi degan nuqta bilan qayerdan xabar topsam, rus tilida bo'lsin, turk tilida bo'lsin, uyg'ur tilida bo'lsin, ingliz tilida bo'lsin, mush doiradagi xabarlarning hammasiga qiziqib o'qib keldim. Amerikaning siyosatini shundaq kuzatib keldim. Trump efendim mazadi bu siyosatlarini ko'rib keldik. Ammo 2018-yil 9-oyning 25 kuni kelgan vaqtda Trump efendim tuyuqsiz o'tirib, shu vaqtda BDT'ninki 73-qatimliq bo'lishi, 73-qatimliq BDT'ning masalan New Yorkdagi ofisda ishxonasida dunyoga o'tirib mundaq bir masajni berdi, uchurni berdi. Bugungi dunyoning siyosiy taqdiri endi yo'linish o'zgardi dedi. Trump efendimning degan so'zi, yo'linish o'zgardi. Aslidagi yo'linish terrorizmga qarshi yo'linishdan kommunizmga qarshi yo'linish o'zgardi degan vaqtning o'zida men shunda bir hayajonlandim. Demak, o'tirib unda bo'lgan bo'lsa, terrorizmdan kommunizmga qarab o'zgargan bo'lsa, bu yerda o'tirib bizga nisbatan bir hal qilg'ich bir foydali bir siyosat bor. Buni o'tirib o'rganish kerak deb o'tirib xabaringlarda bor. Men 2018-yil 10-oyning 3-kunida esimda qilishcha qisqa holda mediaga chiqib o'tirib dunyoning siyosatini Trump efendim o'zgardi deydi dunyo xalqi. Masalan, dunyoda o'tirib kommunistik davlatlardan qanchasi bor? Qarab beqinglar. Kommunistik davlatlardan qarasanglar, Xitoy bor, Venezuela bor, Shimoliy Koreya bor. Bir necha 3-4 yetmaydigan o'tirib musulmon sotsialistik, ya'ni kommunistik davlatlar bor. Biz buni o'rganaylik deb o'tirib shu vaqtimizda millatimizga bir chaqiriqlarni chiqarib, men bilmagandim millatning boshqa bilimlik insonlar, aktivistlar bundan bir narsa deb qolar degan nuqtadan chiqadi qanday. Shuning bilan uzoq o'tmay o'tirib, undaq bo'lganda bu yo'lnish qarab o'rgansak, haqiqatan Trump efendimniki Amerika hech bir zamon sotsializm bo'lmaydi. Sotsializm bo'lmaydi deb takrar so'zlagandan keyin andin men Trump efendimni rasmiy o'tirib advokatlik qilishga boshladim desam bo'ldi. Masalan, tunji qator Facebookda bor o'tirib, Trump efendimning masalan bizniki bayrog'imizning shaklida galastik taqgan vaqtimizda men Facebook'imga qo'ydim. Oy Trump efendim bizning galastigimizning rangida bu galastik taqapti, bizning bayrog'imizning shaklida bayroq galastik taqapti deb o'tirib qo'ygan vaqtimizda butun dunyodan baqiranglar qarindoshlar, shu vaqtimizda dunyoning ham yerdan, hatto Afg'onistondan, Suriyadan saqoliq mujohidlarimizdan tortib ba'zi davlatning elchixonalariga qadar o'tirib shu videodagini o'tirib tillashga boshladi.
Amerika'da oturup Suriyada mançilik işlerini qilgan olsa, Iroqda mançilik işlerini qilgan olsa, sening millatingga aslo va aslo yordam bermaydi. Sen xato yo'lga bosh, xato gapni deyapsan degan vaqtingizda, men bu ideyamni ching turdik. Biz shuni ko'rayotgan qarindoshlar bilan buni tushunishga tirishib, o'rganib keldik. Keyingi ishlar qarab beqinglar. Bu jarayoningizda asta-asta o'tirib, Trump efendimning demak bugungi masalan Trump efendimning ayni vaqtdagi obrazini shundoq demoqchi. Mushundoq manga vaqtingizda millatimiz ishongil unmagan nayt jiq insonlar. Masalan, xabaringlarda bor, 2019-yili 2019-yil birinchi oyga kelgan vaqtida Xitoyning 200 milliardlik meliga 25% bosh qo'ydi. 300 milyardlık Xitaydan kirgan tovarga 300 milyardlık 300 milyard dollarlık tovarga 15% baş qo'ydi. Qo'yiladi degan so'zlarni men Facebook'im qo'ydim. Kechiringlar. Facebook'im qo'ygan vaqtingizda, bu vaqtingizda millatimizning ichidagi shu vaqtdagi Trumpni tushunmagan insonlar qanday qo'ydi? Buni dollar Trump dedi o'tirib. Yo'q. Uyg'urning ishiga yana aslo o'tirib bu yordam qilmaydi. Buning maqsadi bu tigidan tijoratchi. Bu tijoratchi bo'lgandan keyin o'tirib buning maqsadi pul tepish dedi. Shunda değildi. Mesela özünler xabarlar Facebook'un hemisi şununla oldu. Bu xulası gap nima degan chaq asta-asta o'tirib 2019-yili 11 sentyabr kunining xotir kuni bo'lgan vaqtingizda Amerika hukumati Marco Rubio efendim tanishtirgan Uyg'ur inson huquq qonunlamasini jakalab bu yerda shu kuni o'tirib tashqi dunyoga yaygandan keyin o'tirib men eng qattiq xush bo'lgan yerim shu vaqtingizda xabaringlarda bor rahmat Amerikada o'tirib men rahmatimni bildirib bu yerda Facebook qo'ydim yana o'tirib millat o'tirib dediki yo'q Amerikaning tüpkü maqsadi Xitoy bilan iqtisodiy jihatda ermash shirmashib ketgan bularning maqsadi dollar chiram pul topadi maqsad pul degan bilan bu yerda o'tirib millat yana ishonmaydi. Endi xulos gap o'zinglar mushu vaziyatlarga qarasanglar ayni vaqtning o'zidagi Trump davri qandaq holatdan taraqqiy qilib bugungi qandaq holatga keldi. Bugün oturup hemmimizni şu siyasi vaziyetinin özgürüş jarayonlarida o'zinglar bilasizlar Uyg'urlarga qonun chiqdi. Mecburi emgakni fosh qilish qonun chiqdi. Hatto shu 1-oyning 19-kuni irqiy qirg'inchilik deb o'tirib bu yerda biz kutgan butun natijalar Amerikadan chiqdi qarindoshlar. Demak, cho'g'ini bu yerda Trump efendimning ayni vaqtidagi holatini tushuntirish orqali men Biden efendimning bugungi strategiyasini tushundirmoqchi. Bir, bu yerda Amerikani mayli men boshqaryapman deysin, demasin, u insonlar Amerikaning tubki strategiya manfaatiga vakillik qildi endi. Shuning uchun mening bu yerda da'vatqinim ayni vaqtdagi Trump efendimga biz ayni vaqtda ishonmagan. Amerika yordam qilmaydi degan. Hatto nurg'un bizning ichimizdagi insonlar Amerika bilan birlashishimiz kerak, butunlashishimiz degancha sen chapanning ichidagi pishni ko'magan odamsan. Davoltirib tilg'a odamlar bo'lgan. Mush biz bilan birga baravar manga odamlarning hammasini mushundoq deb tillaydigan ishlar bo'lgan. Bugungi siyosat qanday bo'ldi? Mana biz ayni vaqtning o'zida o degan dollar Trump Xitoy bilan pul topadi, maqsad Uyg'ur boshqalar yo'q degan. Bu o'tirib musulmonlarga andaq-mandaq haqorat so'zlar bor degan Trump efendimden bizge paytlı qandaq siyosatlar o'tirib chiqdi o'ylab beqinglar qarindoshlar. Bugun aşı Trump hokimiyati bizning 70 yildan birisi ko'milib qolgan ma millat yo'qolib ketadi. Yo'qolib ketyapti degan millatni bugun o'tirib butun dunyo asosan Amerika, Yevropa va Hindiston nurg'un davlatlar o'tirib butun diqqatni o'tirib bu millatni qutqizish kerak degan strategiya bu nuqtaga keldi. Shu sababdan qarindoshlar endi bizningki yana birisi Biden hokimiyatiga nisbatan ko'z qarashimizning yo'q bundaq bo'ladiganini men yuqorida deb o'tdim. Masalan, saylov mazgillarida har bir prezidentninki o'zlarining xatoliklarini oshkor, ularningki bir-birininkini ayb nuqtasi deb ataymiz, ularni o'tirg'i tashlashi. Buni millatimizning ichidan ba'zi insonlarning haddidan ziyoda qattiq suiiste'mol qilishlari, xato tashviqot qilishlari bizni masalan mana Amerika hozir taxtga chiqqan Biden hokimiyatining Uyg'urlarga bo'lgan siyosatidan yumshab qilish ehtimolligi bor degan nuqtaga kelib gumonlanishga sabab bo'lgan shu nuqtalar shu. Hatto ba'zi insonlarimiz bu yerda xato tushunchalarni ba'zi qarindoshlar.
Trump'ni ag'dirish uchun, masalan, Trump'ni ag'dirish uchun Xitoy o'tirib dunyoga virus tarqatdi. Bundaq deyish orqali bu yerda bir Xitoyni zodi mangu yengilgili bo'lmaydigan bir kuch qatar ekegan bo'lsa, bu ba'zi shaytonlar biladiki, hatto mening Simpson filmini ko'rsanglar o'tirib kimning prezident bo'lganini turdi. Mening 13 yoshli qizimga o'tirib, bugun kim prezident bo'ldi qizim deb o'tirsa, o'tirib menga deb bergan o'tirib. Qo'y, adada Bayden chiqdi uni sinfdan bo'lganda olmo degan gaplarni. Ba'zi insonlarimiz bu oldidan bildigan strategiyalarni bu Xitoyning propagandasi tashviqotini qilayotgan insonlar bular biladdi. Bu orqali o'tirib ba'limchati taqoqlanib o'tirib qo'ydi. Shu sababdan menga o'xshash odamlar chiqib o'tirib, endi bugun men Baydenga advokat qildigan o'ringa tushib qoldik desak bo'ldi. Menga o'xshash odamlar xeli chiqdi. Sabab qaysi degan vaqtning o'zida virusni o'tirib Trumpni yo'q qilish uchun o'tirib degandek o'tirib Xitoyni dunyodagi shunday bir kuchli holatga akilib bu orqali qaysi degan chaqda andaq bo'lgan bo'lsa Baydendan Uyg'urlarga zodi manfaat kelmaydi degan nuqtaga kelib qoldi ba'zi nuqta qarindoshlar. Baydendan manfaat kelmaydi bizga degan nuqtalarga kelib qoldi. Mana bu xatolik. Bu tashviqotning xatoligi. Zaten Amerikani qaysi sistem boshqaradi degan nuqta eng avval tushuntirilishi kerakdi, millatga deyilishi kerakdi. Men yeni millat o'tirtib tillasimi chatig'im yo'q, men bunaqa kunuk Bayden hokimiyatidan ninki Uyg'urlarga bo'lgan siyosat ko'z qarashlarida o'zgarish bo'lmaydi. Buni toki masalan shu Bayden hokimiyatidagi Antony Blinken taxtga chiqqan vaqtning o'zida taxtga chiqishdan burun Amerika palatasida guvohlik bergan vaqtning o'zida so'rdi, ya'ni xabaringlarda so'rab Uyg'urlarga bo'lgan masalani Xitoyning Uyg'urlarga tutgan siyosatini Mike Pompeo irqiy qirg'inchilikda dedi, sen qanday qaraysiz degan vaqtingizda men bo'lsam shunday aytdim dedi. Hozir masalan tunugungi bayonotga qarab yiqinglar, mayli Baydenning bo'lsin, Antony Blinkenning bo'lsin bayonotga qarasanglar, bu yerda o'tirib yana Uyg'ur, Hong Kong, Uyg'urlar, Hong Kongliklar, Tibetliklar bu masalaga chiqdi. Bizning strategiyamiz sana nisbatan o'zgarmaydi degan. Demek o'zgarmaydi qarindoshlar. Endi yana birisi bu yerda biz Bayden efendimning ahvolini tushuntirish uchun masalan Trump efendimning ahvollarini so'zlab keldik. Siyosiy vaziyat shunday. Shuning uchun bir oy bu taxtga chiqqili, bir oy bo'lmadi. Ilgirki nerimizda ba'zi zaharlangan taraflar bo'lgan bo'lsa, buni sal kayniga qo'yib turaylik. Vaqt beraylik. Masalan Trump hokimiyatimi 2016-yil taxtga chiqqandan keyin 2018 bu aniq bir strategiyani o'tirib qo'ygan. Eng oxirida o'tirib, mana bizga foydali qanchalik siyosatning o'tirib chiqqanini sizlar bilasizlar. Hamda men bu chaqda Bayden hokimiyati, masalan, Bayden kim degan ba'zi nuqtaga biz tushuncha berishga to'g'ri keldi qarindoshlar. Bayden efendim o'zi bir Yahudi qarang. Shu irqiy qirg'inchilik uchirgan, shu millatning bir avlodi. Yana birisi Bayden Amerika parlamentida 45 yildan birisi Amerika parlamentida ishlayotgan u mukammal bir siyosatchi. Oqni, qorini, qayadan qayagchiligini biladi. Ham o'zi shunday bir irqiy qirg'inchilik uchirgan bir millatning avlodi, meningcha bugun kun kelgan vaqtda Uyg'urdek hozir dunyoda deyotadi-ku. Dunyoda deyotadi-ku, o'zinglar bilasizlar. Ikkinchi dunyo urushidan keyin irqiy qirg'inchilik yuz bermaydi deb o'tirib dunyoga biz guvohlik bergan to'q. Bu naq o'tirib Uyg'urlar buningga duch kelyotdi degan shiorlar ahamiyat oldi. Bundaq ahvolda ekan, meningcha Baydenning bu hokimiyatidan bu Uyg'urlar duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatib, buni bir erkin va azod bir qilish uchun men cho'g'ay vaqtning o'zida ishonchlik u siyosatlarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi va oxirigacha biz tarafda turdi deb o'ylayman. Endi degandek Bayden Amerika parlamentida 45 yildan birisi ömrünün hayatı siyasatla shug'ullangan adam. Bu naiti aqlli siyosatning qanday yerlardan qanday qilishni biladi. Yana birisi biz dedik, irqiy qirg'inchilik uchirgan bir millatning avlodi. Shundoq bo'lganken, bizning maslimiz kelgan vaqtning o'zidimi, mencha o'g'anchaqda yurgani chinroq tutib qilib turib ish qiladi deb o'ylayman. Yana birisi, masalan, Baydenmi o'zining saylam jarayonining o'zida Bayden hokimiyati degan.
Xi Jinpingni bir lükçek degan. Xi Jinping degan bir lükçek o milyondan ortiq Uyg'urlarni jazo lageriga kirib oldi dedi. Jazo lageri degan gapni shu vaqtning o'zida dunyo siyosiyonlari demaydi, qarindoshlar. U bir qayta tarbiyalash o'rni deydi. Bayden shu vaqtning o'zida jazo lageri degan ma'noda bunday kesik uch qilib, men taxtga chiqqan vaqtimizda bundaq ishlar xotim beraman degan. Demak, bu yerda biz bu ishlarga kelgan vaqtida siyosatning o'zgarmaydiganligiga biz ishonsak bo'ladi. Yana birisi men sizlarga Baydenning ayni vaqtning o'zida masalan nima deganligini ben bir avval bir qo'yib beray bu videoni anglagandan keyin endi men bunga tushuncha beray. But Europe cannot stay united without the United States. There is no moral center in Europe. When in the last 2 centuries had the French or the British or the Germans or the Belgians or the Italians moved in a way to unify that continent, to stand up to this kind of genocide? When have they done it? The only reason anything is happening now is because the United States of America finally is understanding her role. But Europe cannot stay united without the United States. There is no moral center in Europe. When in the last 2 centuries had the French or the British or the Germans or the Belgians or the Italians moved in a way to unify that continent, to stand up to this kind of genocide? When have they done it? The only reason anything is happening now is because the United States of America finally is understanding her role. But Europe cannot stay united without Men Facebook'umga xeli burun bunu qo'shib qo'ygan, bu yerda Bayden efendimning ayni vaqtida parlamentda vaqirgan yeri, qarindoshlar. Nima uchun shu Amerika parlamentida o'tirib o'rnidan turib ketib qattiq vaqirganligini men endi sizlarga deb beraman. Mazmun asosliq mazmuni ayni vaqtning o'zida Bosniyaga qarshi Bosniyaliklarningki shu xuddi biz yo'liqqandek qirg'inchilik davri bo'lgan qarindoshlar. Xil nurg'un qarindoshlarimiz biladi. Bosniyadagi 800 mingdan ortiq insonni qirg'in qilish voqeasi, bolalarni qirg'in qilish voqeasi, serblarningki ayollarga mushundaq po'xo'rlik qilish voqealari bu yerda mushundaq bir vaziyat yuz bergan. Men shu vaqtdagi siyosatni o'rganguchi shunaqa guvohlik berib turib men shunda deymanki, ayni vaqtning o'zida Bayden efendim Yevropani tillayotdi, Mo'g'ullarni tillayotdi. Hozirmi Amerika bizning ishimizga harakat qildi, jonliq harakat qildi, asta-asta kelyotdi. Ammo bu Yevropaliklarning bir tutgan strategiyasi qaysiki, Amerika bilan damalliq o'tirib hamkorlashadigan bu nuqtani ayni vaqtning o'zidan bular qilmagan. Bu yerda Bayden efendim deyotdi, Yevropaliklar sizlar axloqsiz deyotdi, shu vaqtingizda haqoratlayotdi. Bu nima uchun o'tirib Yevropaliklarni axloqsiz deydi deysanglar, buni men yechimini men deb beray. Amerika parlamentida vaqirga yeri. Faqat mushundaq masalalarni Amerika hal qilish uchun o'tirg'i chiqib turib hal qilyotdi. Ammo Yevropa davlatlari sizlar axloqsizlik qilyapsizlar. Mushu Bosniyaliklarga bo'lgan irqiy qirg'inchilik masalasi, Kosovoliklar Bosniyaliklarga bo'lgan irqiy qirg'inchilik masalasida buni harakatga keltirish uchun vaqirayotgan yeri. Sözlüde bak ana genocide degan gaplardi. Ayni vaqtida Bosniyaliklar, ya'ni Yugoslaviyadagi ish ko'rish jarayonlarida Yugoslaviya hokimiyati u vaqtdagi zaminni, yaxshi zaminni Xorvatlarga taqsimlagan. U vaqt chegaralar orilmagan ular o'tirisida. Armiya serblardan bo'lgan musulmonlarda ya tuzuk yerning tayini yo'q, chegara yo'q. Ya o'tirib armiya yo'q, xuddi Uyg'urlarga o'xshash bo'lgan qarindoshlar. Shu vaqtning o'zida tuyuqsiz Yugoslaviya parchalangandan keyin bularda bir zamin jedili,
ya'ni ular ayrim mustaqil davlat bo'lish uchun zimin jadli yuz berdi. Bu yerda musulmonlar bilan xurbatlar bor, xurvatlar bilan seriblar bilan musulmonlar bor. Bu yerda o'tirib mushunda qirg'inchilik yuz bergan vaqtning o'zida ma Bayden apandim ayni vaqtida Amerikani harakat qil deb o'tirib Yevropaliklarga vaqirishdagi sababi bu vaqtning o'zida masalan Germanlar xurvatlarni qo'llagan, Makedoniyaliklarni Angliyaliklar qo'llagan. Onun içindeki başka milletlerini, Kartalıklarını Avrupa'daki birileri kollagan. Her birisi bir milletini kollap koyup, Müslümanlarını bir mi millet, bir mi devlet kollamagan kıyırdaşlar. Bugünkü okşaş. Muşundak ahvalısında kollamagan şu vaxtıda. Müslüman dünyası mı kollamagan? Müslüman dünyası biçare hak, meyli qaysi tarafdan bolsun qırılışqa duş kelgandi. Naq muşundak vaqtning özüde, ma Biden efendim şu vaqtning özüde Bill Clinton devri aşınında bu parlament oturup qattiq vaqiraydı. Bu video şu konu video qarab beqinglar. Sizlar Yevropaliklar axloqsizlik qilyapsizlar deb shunday. Nima uchun ayni vaqtingizda Yevropaliklar Bosniyaliklarni qo'llamaydi? Desanglar Yevropaliklar Yevropada bir musulmon davlatining qurilishini xohlamaydi. Shu sababdan o'tirib qo'llamagan, beshida qo'llamagan qardoshlar. Mana shu Bidenga o'xshash tipik Biden şu vaqtingizda bu urushni chuqur oxirlashtirish kerak deb o'tirib shu parlamentimizda qattiq vaqirgan ham shu vaqtdagi Clinton hokimiyatini kuchli qo'llagan. Sen Bosniyaga kir. Biz ozod qilishimiz kerak. Bundaq bir irqiy qirg'inchilik voqeasiga biz qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak deb o'tirib, parlamentda vaqirga yerandi. To'liq yeri. Shu sababdan men deyman qarindoshlar, Facebook'imga qo'shib qo'ydim. Biden efendim yüzü bir mükemmel bir siyasetçi. Yeni birisi aynı vaqtdaki hazır maşayda ko'rdinglar Bosniyadagi ishga urushning oldini olish uchun Yevropani harakatga keltirgan. Yugoslaviyani 72 soatning ichida NATOni boshlab kirib o'tirib bang bombalab ekan. Bizning ishimizni bir Yugoslaviyadan kelgan Damir deydigan birisi bilan ishlatdik endi. Shular o'tirib ashunda deb beradi. Hamma voqelikni bizning shirkatda bil ishlatgan Yugoslaviyadan kelgan bolalar ex Yugoslaviyadan. Musulmonlar bor ashlar aşı real voqeliklarni hammasini deb berdi. NATOning askarlari kirgan vaqtingizda u Yugoslaviyani degan ayni vaqtning o'zida qarasanglar Serbiya degan Rossiya bilan bir millat, nihoyatda chiqanda bir xalq, xuddi Uyg'urlar bilan turklar degandek. Şu vaqtning o'zida kirgan vaqtning o'zida kuchlik degan Rossiyani o'tirib jimit o'ltagan. İnsanlık masalasi kelgan vaqtimizda Amerikada bir davlat harakat qilsa, u bo'ladi. Xitoy degan nima u? Xitoy degan nima o'ylab beqinglar qarindoshlar. Biz ayni vaqtda Serbiya biz kichik bir davlat degan bo'lsak, Serbiya deganning o'zi shu Yugoslaviya degan serblar o'tirib ruslar bilan o'xshash. Dini bir til bilan o'tirib bir Yugoslaviyan sistemasidagi bir xalq. Şu vaqtimizda Amerika NATO kirdi. Mana shu Biden'da bo'lib Biden'ningki ayni vaqtimizda parlament qolganlarmi bor? Qo'llash asosida Yugoslaviyadagi ishlar bo'lgan. Xulos gap qaysi desanglar, qarindoshlar, sizlar umidli bo'linglar, biz umidli bo'laylik. Meningcha o'g'a vaqtimizda Biden'ningki Uyg'urlarga bo'lgan siyosatida mencha bo'lgan chaqda hech qanday vaqt o'zgarish bo'lmaydi qarindoshlar. U yerda bo'layotgani tipik bir insonlik tragediyasi, bu bir qirg'inchilik. Xitoyning Uyg'urlarni taltukis qirib tugitimiz degan bir strategiya qirg'inchilik. Bu qirg'inchilikni Amerika hukumati to'nidi, irqiy qirg'inchilik dedi. Andaqkan Xudoyim bo'lsa, ular biz baravar buni o'tirib oldin oldiga ishlarni qilamiz deb o'ylayman. Xulasi gap Biden'ninki Uyg'urlarga bo'lgan siyosatida o'zgarish bo'lmaydi qarindoshlar. Buni ishonch, umid bilan qaraylik. Meniki bunga beradigan javobim mushu qarindoshlar. Endi ikkinchi savol qaysi desa, ikkinchi savolimiz qaysi desa, deydi Bidenning politikasi Xitoydan boshqa Rossiya va O'rta Sharqqa markazlashgandek qiladi. Bu biz uchun foydaliqmi, ziyonliqmi? Foydaliq va ziyonliq taraflari qanday bo'ladi deb shunday debdi. Bu yerda degan vaqtimizda bu qarindishimiz yana Amerika Bidenning deb o'tirib, masalan, hozir Bidendan andisha bo'lgandikan hammamizdan, masalan, Bidenning politikasi deb savol qo'ydi. Bidenning politikasida, ya'ni siyosatida Xitoydan boshqa Rossiya va O'rta Sharqqa markazlashganda qiladi.
Bu biz uchun foydaliqmi, ziyonliqmi debdi. Endi haqiqatan bu qarindoshlarimiz siyosatga qiziqqan bo'lgandiki, masalan, diqqat qilib kelibdi. Bayden apandim taxtga chiqishdan avval degan Rossiyani nishon qilgandi. Rossiyani nishon qilib o'tirib, bu yerda uniki nihoyat kuchli so'zlar bor. Masalan, Rossiya, Turkiyani masalan, Turkiyami bor, Rossiyami bor, nihoyat qattiq kuchli so'zlarni qilgan. Xabarimlarda bo'lgandek bu degan ishlar rostga chiqyotdi deb o'ylayman. Degandek Baydenniki Xitoylar emas, bu yerda Xitoydan boshqa masalan Rossiya, arab davlatlarini nishon qilganligi bu yerda rost chiqyotdi. Qaysi nuqtadan rost chiqyotdi deysanglar, Bayden efendim bu o'zininki Rossiya, Turkiya, mushu Xitoy bilan Ipak yo'lda mengayotgan davlatlarning nishon qilganligi demak bu yerda o'tirdi, chiqib turdi. Buni bir nishon qilib qo'yishlar emas. Bu yerdagi paketlik masala Bayden efendim taxtga chiqmay o'tirib, masalan Rossiyada o'zinglarni xabaringlarda bor. Navalniy masalasi tufaylidan o'tirib Rossiyada qattiq namoyishlarga duch keldi. Qanchalik namoyishlar bo'ldi? Hozirmi namoyish bo'lyapti dendi. Shu davlatning o'zida. Demakki bu yerda bularning bir o'tadigan bir strategiyasi bo'lgan. Albatta bo'ladi. Andaq bo'lganken bu yerda Baydenninki Rossiya boshqalarga markazlashgan siyosatida bu yerda o'zgarishning borligini ham harakat qildiganligini biz ko'rdik desak bo'ldi. Hatta Rossiyaninki shu Sibiriya rayonidagi nima rayonlar bor, shu muzliq rayonlarda turayotganlarga o'tirib Putinga qarshi namoyishlarga chiqdi. Bu yerda tipik o'tirib turib, masalan, Baydenning strategiyasini demaymiz bu nuqtadan endi masalan, Bayden efendim o'zi aniq bayonot berib, Rossiya xalqini qo'llaydiganligini o'tirib qo'ydi. Putinma Amerika bilan suhbat o'tkazishga tayyor ekanligini dedi. Bu yerdagi masala qaysi degan vaqtning o'zida, mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtning o'zida ilgirki suhbatlar dedik. Amerikaninki nima Xitoyning Ipak yo'lida men Facebook'imga yozdim. Rossiya, Xitoy, Pokiston, Turkiya, Iron bu yerdagi eng cho'ng tipik misol olganlarimiz. Undan boshqa yana Qozog'iston, Qirg'iziston, arab davlatlari deganlarning hammasi 65 davlatning o'zida Xitoy bilan bular Ipak yo'lda birdi. Xitoy o'zinglar bilasizlar, Trump efendim davrida energiya yo'llarini kesish uchun har turli harakatlarni qilib boqdi. Chunki Xitoy 70% xomashya energiyani boshqa davlatdan akirdi. Shuning uchun u Ipak yo'lini shu sababdan qurgan ular. Bu yoqdan energiya xom material, xomashyalarni akirish kerak Xitoyga, Xitoydan o'tirib tovarlarni tashqi dunyoga Xitoylar bilan qo'shib o'tirib tashqi dunyoga chiqaradigan bir yo'l dendi. Andaqkan bu yerda o'tirib Bayden efendimniki nuqul o'tirib Xitoylar emas, Xitoylarni energiya bilan ta'minlayotgan, energiya yo'llari bilan ta'minlayotgan. Masalan, Yevroaziya qismida tipik holatda bak muhim bo'lgan narsa, muhim davlat Rossiya. Bu yoqqa qarsanglar O'rta Osiyoga, Amerikaning g'arb dunyosini kirdirmayman deyapti. Bu yoqqa qarsanglar Yevropaga tahdid solyapti. Bizning harakatlarimizni bakaroq kuchli qo'llab ketay desa o'tirib bu yerda Yevropaning tahdidlari bor. Andaqkan bu yerda bu Rossiya bu muhim davlat. Bu yerda o'tirib Baydenninki masalan Rossiya, Xitoydan boshqa Rossiya boshqa davlatlarga harakat qilishi bu to'g'ri. Men buni yaxshi siyosat deb o'ylayman. Chunki bizga qarshi o'tirib Xitoy bilan bir safda turayotgan bu kuchlarniki energiya balvoqlari uziladigan bu yerga bundaq bir sistemaga kirib Bayden o'tirib bu yerda Xitoyni tashlab qo'yganlik emas. Xitoy bilan Ipak yo'lda bir bo'lgan ularga hayot kuch berayotgan davlatlarga nisbatan siyosatni markazlashtirib bu yerda joylash to'g'ri. Chunki bugungi dunyoga qarasanglar qarindoshlar, Amerika qutubi va Xitoy qutubi deb ikki qutbga shakllanib bo'ldi. Amerika taraflaridagi qaysi davlatlar bor o'zinglar bilasizlar. Xitoy taraflarida boyadigan shu Rossiya deymiz, Pokiston, Iron, Turkiya qatorli bu qutb turdi. Mayat bir 2. Dünya uğraşıqı qarsanlama 2. Dünya uğraşda Amerikanın məsələn Hitler hakimiyyəti tərkibində turuyatqan ittifaqdaş bolğan İtaliya bilan soquşu mayat oturub nasistlar Germaniyası Hitler bilan soquşqanlar oxşaş. Məsələn Amerikanınki aynı vaqtdagi faşist kuchlar, ya'ni 2. Dünya urushini qo'zg'ash kuchlar deb atalgan Yaponiya bilan tajovuz urush qilishi, mayatda Germaniya bilan urush qilishilar o'xshash.
Shuning uchun bugun Xitoyning strategiyasi bilan birga turayotgan, Xitoyga hayot kuch berayotgan, Xitoyni mablag' bilan ta'minlayotgan, hatto o'tirib Amerika, Yevropani tashlab qo'yib bu Ipak yo'lda Yevroasiyo zonda biz Rossiya bilan Xitoyning pulini ishiltimiz biz. Amerika sening pulingni ko'tarib o'tirib shunchalik nochilik qilayotgan Rossiyaga o'tirib bunday ishlarni qilish to'g'ri, nayt xo'shallanarli ish. Meningcha o'zi qanday qildim qarindoshlar, xo'shallanarli ish. Meningcha ham bo'lsa kofeni ichib o'tirib bunday kun o'tirib tartib bosatdim men. Xudoyim bu kunlarni kelib qola o'tirib bunday raketni otadigan narsa. Şunu biz bir yerdə Biden'ın tutuyotgan stratejisi yo'nalishni o'zgartganini to'g'ri deb bilamiz. Kirdigan energiya yo'llariga Xitoyga hayot kuch berayotgan davlatlarni urush to'g'ri. Chunki dunyo ikki qutbga urush to'g'ri deymi, ularga nisbatan qattiq siyosatni qo'llanish to'g'ri. Chunki Xitoyni bevosita yiqit qilolmagan avvalda Xitoyni yiqitish uchun ularga kuch berayotgan mana harom shoxlarni putqo'llarini kesib tashlagan vaqtingizda Xitoyningki tezroq yiqilishiga, tezroq vayron bo'lishiga foydali deb turib o'ylayman. Shu sababdan mencha Bayden hokimiyati masalan taxtga chiqqandan keyin xabaringlarda bor, sizlar o'qidinglarmi, o'qimadinglarmi? Masalan bizniki Norvegiyaning ayni vaqtdagi status ministri, davlat ministri bo'lgan Jens Stoltenberg bilan ko'rishdi. Jens Stoltenberg hozirgi NATOning boshlig'i. Şunun bilan ko'rishib, NATO'ni qaytadan kuchlantirish, NATO'ni qaytadan jonlantirish, mablag'larni ta'minlash degan kelishimlarni tuzganligini Jens Stoltenberg'ning veb-saytida ko'rib, men ayt yaxshi paranglashdim. Biz NATO'ni qaytadan o'tirib jonlantiradigan bo'ldik dedi. Demak, u NATO 2019-yil 12 ayning 17 kuni bizning Uyg'ur qonunini Amerika palatasida ma'qullanayotgan mezgilning o'zida ayni vaqtda Londonda yig'in bo'lgan qarindoshlar 2019-yil. Shu Londonda yig'in bo'lib, mening esimda qolishi Londonda. NATOning bugungi strategiyasi ham o'zgardi degan. Bugungi strategiyasi Xitoyga qarshi bo'ladi degan. Bunida Rossiya ham bor degan. Demakki bular Biden apandim taxtga chiqqandan keyin Biden deganimizdek Jens Stoltenberg bilan ko'rishdi. Biden yana xalqarada bir kuch birligi shakllantiryapti. Xabarlarda bor Yaponiya, Avstraliya bu bir kuchli bir ittifoq shakllantiryapti dendi. Mencha o'g'an chaqda bir o'xshamagan strategiya, o'xshamagan nuqtadan chiqish mumkin, ammo yodinglarda bo'lsin, bu yerdagi tipik nishon Xitoy. Masalan, Trump hokimiyati davrining o'zida men bu yerdan bir yana takrorlab ketay, Trump hokimiyat yurgizayotgan vaqtimizda dushman kim ko'ztildi? Dushman kim ko'ztildi? Dushman kim o zaten? Bizning manfaatimizga insonlikqa ziyon yetkazayotgan dushman kim degan narsa ko'ztildi. Ilgirki dushman kimdi? Terroristdi. Shuning uchun jang o'tirib Suriyada bo'ldi, har yerda bo'ldi. Trump davrida bu o'tirib asta terrorizm davrini o'tirib tashlab bu yerdagi insonlikqa, Amerikaning manfaatiga, Yevropaning manfaatiga, demokratiyaga birdan-bir tahdid selayotgan dushman Xitoy degan narsa Trump hokimiyati davrida aynan yo'ritib berildi. Aynan yo'ritib berildi. Qonunlar chiqdi, Tayvan to'g'riliq, Hong Kong to'g'riliq, Uyg'urlar to'g'riliq qonun chiqarib, bu yerda demakki o'tirib nishon Xitoyga ko'rsatildi. Endi meningcha bo'lgan chog'da Biden davrida bular bir ittifoq shakllantirish orqali buni bir ijroat bosqichiga, ijro qilish bosqichiga kirdi deb o'ylayman. Xudoyim burisi shunday bo'ldi. Umidvor bo'linglar qarindoshlar. Men zaten o'tgan chog'da ko'pliga umid bor, ammo meningcha bo'lgan chog'da 2021-yili men endi tushim kirdim o'tirib bir xo'shalligimdan har narsa bir yaxshi tilak bo'lsin deb o'tirib degan 2021-yili Uyg'urlarningki erkinlik va ozodlik chiqishining boshlanish yili bo'ldi deb. Shu sababdan ba'zi bilimli odamlarimizning beshi og'rib ketibdi ekan. Men nima degan gaplarni qilib, taqatqi gaplarni qilib bu deb. Endi Allohning irodasi bilan o'tirib ko'rdinglar, 1-oyning 19-kuni Trump apandim Uyg'urlarga bu irqiy qirg'inchilik masalalarini dunyoga to'ntishib, dunyoga tashlash orqali da'voyimizni yana bir bosqichliq, yana bir kuchli bir bosqichga o'tkazdi. Xudoyim bo'lsa, meningcha o'g'a vaqtimizda 2021-yili tinchlik yili bo'lmaydi qarindoshlar. Meningcha bo'lgan 2021-yili ilgirga o'xshash tinchlik yili bo'lmaydi qarindoshlar.
Xitoy va Xitoyning g'olchilari meningcha bo'lgancha inshaalloh va inshaalloh Xitoy va Xitoyga bo'lgan g'olchi davlatlar. Men yuqorida tilimda aytib o'tdim-ku. Bir qancha g'olchi davlatlar inshaalloh bomba yeydigan yili deb o'ylayman. İnşallah mençe bo'lgan chaqda shundoq bo'ladi deb o'ylayman. Ishoninglarki 2021-yil inshaalloh va inshaalloh biz o'ylagandek o'tirib tinch yil bo'lmaydi. G'olchi davlatlarning bomba yeydigan yili. Chunki nurg'un dunyodagi nurg'un davlatlarningki iqtisod masalan hozir ishlab chiqarish dunyoda asosan to'xtadi. Nurg'un davlatlarning iqtisodi cho'kyotdi. Çöküp minus qazlarning ichiga kiryotdi. Masalan, Turkiyadek yilga o'tirib 250 million sayohatchini qabul qilgan davlatlarning bugungi restoranlari, kofexonalari, otellari taqoq. Iqtisod manbasi, masalan, Rossiyaning mash bichar xalqning ko'chiq chiqishdagi asosli sababi nima? Bu yerda bir o'tirib Biden apatini ish qilib isqitib qo'ygan yer emas. Chunki vaziyat ash nuqtaga keldi. U yerda neftning Rossiyaning asosli kirim manbasi bo'lgan neftni pulg'amidi. İşlab chiqarish asosi qoloq. Amaldorlarning hammasi Xitoyga o'xshash parxor. Bichar xalqninki 17% dan 20% ga xalq ochning ichida. Ochliqda qilayotgan gap. Anda qo'ygankan qanday qildi? Anda qo'ygandan ko'chiga chiqish kerak. Bu razil hokimiyatni o'rish kerak. Buni Amerikadagi davlatlarning strategiyachilar hammasi tadqiq qilib kuzatib turdi. Menimcha bundaq ishlar Rossiyadagi bo'lgan ishlar o'tirib, mencha bo'lgan vaqtimizda O'rta Osiyodan tortib Rossiyagacha, Iron, Turkiya, musulmon davlatlarining ichida mencha bo'lgan chaqda takror yuz berdi deb o'ylayman. Buningga shu xalqlar bilan Amerika, G'arb dunyosi hamkorlashsa, vaqt kelib qolsa mablag'lar bilan ta'minlasa, xalq o'tirib qo'zg'alsa, bu yerda shu davlatdagi o'zini zulm qilayotgan mavjud hokimiyatni o'rishga oson bo'ladi deb o'ylayman. Ammo umid qilinglarki, bu yerda bir narsa yodinglarda bo'lmasa, Xitoydagi bir pasanda xalq, Xitoydagi bir pasanda millat oldirab o'tib Rossiyadagi xalqlarga o'xshash o'tirib namoyish qilmaydi. Hong Kongda namoyish qildi. Hong Kongdagilarning hammasi 70% xristian qarindoshlar. Bir diniy e'tiqod sistemasiga ega. Bizningki ziminimizni besib olgan Xitoy va Xitoy g'olchilari bo'lsa, ular bir ateist, dinsiz. Menimcha u xalqning o'zida bir erkinlik uchun, ozodlik uchun, bir to'g'ri uchun o'tirib namoyish qilib o'tirib chiqadigan odam bo'lamdi, bo'lmaymi, men buni bilmayman. İşlarning jarayoni shunda qarindoshlar sizlarni zeriktirib qo'ymaganda men vaqt 40 minutda eshib ketib qarindishimiz yana bir savol so'raganda buni keyin qatimliq fikrimizga qo'yaylik. Bu yerda yana bir savol bor. Buni so'zlab kelsak o'tirib yana 1 soatni eshib ketgan. Men suhbatni odatda 1 soatni 45 minutdan oshirmaydigan 47 minut o'tib ketibdi. Qarindoshlarimizdan yana deydigan yerimiz Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida ching turaylik qarindoshlar. Bu bizning mustaqilligimizning ochquchi, millatimizni saqlab qolishning ochquchi, milliy davlat qurishimizning ochquchi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikda bundan asla voz kechmaylik qarindoshlar. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik davosida bundan ching turaylik. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yana biz takrorday boshqa millatlarga hammasiga taqsimlash orqali zulmga aylantirib etishning oldini olaylik qarindoshlar. Uyg'ur qutulib chiqsa, shu zimindagi boshqa millatlar ham qutuldi. Hatto Uyg'ur qutulsa, Uyg'ur mustaqil bo'lsa, sizlarga deb qo'y, Amerika mustaqil bo'ladi desak, Amerika o'tirib o'ziniki strategiyasida, masalan, o'zi qiladigan xayim xatar ozlaydi desak, xato bo'lmaydi qarindoshlar. Bu muhim ish. Shuning uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligida davomli ching turaylik, ittifoqlashaylik, hamkorlashaylik qarindoshlar. Meniki bugun sizlarga deydigan gapim shu. Yani keyingi suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar, xo'sh, Allohga omonat.